37 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida joriy yozgi sog'lomlashtirish mavsumi "Suvni asraymiz, kelajakni asraymiz" shiori ostida tashkil etilgan. Bu yerda har bir mashg'ulot, har bir o'yin va har bir tarbiyaviy jarayon orqali bolalarga suvning qadri, tabiat ne'matlarini ehtiyot qilish hamda ekologik madaniyatning ahamiyati sodda va qiziqarli usullarda tushuntirilmoqda. Zamonaviy talablar asosida qurilgan 90 o'rinli mazkur ta'lim maskanida bolalarning xavfsiz va sifatli ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yozning jazirama kunlarida kichik basseynlar bolajonlar salomatligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yashil maydonlar va soyali o'yin hududlari esa tabiat bilan uyg'un tarbiya muhitini yaratmoqda. Shashka va shaxmat mashg'ulotlari ularning mantiqiy fikrlashi, diqqati va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirmoqda. Zamonaviy usullarda o'tkazilayotgan ingliz tili mashg'ulotlarida esa tarbiyalanuvchilar fasllar haqida inglizcha she'rlar aytib, sanash va til o'yinlarini qiziqish bilan o'zlashtirmoqdalar. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Laptop for school, tablet is school, duoning duoysiz qarset. Isrof qilsa kim suvni, uni derlar o'qib siz. Bilsangiz ona yerda hayot bo'lmasdi suvsiz. Bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Musiqa mashg'ulotlarida bolajonlarga musiqa asboblarida kuy chalish o'rgatilsa, raqs to'garaklarida qizlarning nafis va jozibali chiqishlari yozgi dam olishga yanada fayz bag'ishlamoqda. Muassasada ta'lim-tarbiya jarayonini yuqori malakali pedagoglar har bir bolaning bilim olishi va kamol topishi uchun munosib hissa qo'shmoqdalar. E'tiborli jihati shundaki, davlatimiz rahbarining sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashga qaratilgan qarorlari ijrosi doirasida 2 nafar pedagog bugun dual ta'lim tizimi orqali o'z malakasini oshirmoqda. Bizning Cho'pon mahallamizda 90 o'ringa mo'ljallangan 37-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 guruhdan iborat bolajonlarimiz ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Bugungi kundagi tashkilotimizda 3 nafar oliy ma'lumotli pedagog, 4 nafar tugallanmagan oliy ma'lumotli pedagog hamda 2 nafar o'rta maxsus pedagoglarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Hozirgi kunda dual ta'limga 2 nafar pedagogimiz prezidentimizning tashabbusi bilan oliy o'quv yurtiga topshirishdi. Guruhlar kesimiga ko'ra yozgi sog'lomlashtirish davriga mo'ljallangan 185-sonli buyrug'i asosida shaxmat shashka to'garaklari, jismoniy tarbiya yo'riqchisi tomonidan shaxmat shashka to'garaklari mashg'ulotlari o'tib kelmoqda. 37-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshirilayotgan ana shunday ezgu ishlar orqali bolajonlar qalbiga tabiatga mehr, suvni qadrlash va atrof muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish tuyg'usi singdirilmoqda.